fohisha, jalab. Nima dedingiz hozir? Eshik o'ng tomonda. Kim aytdi sizga? Yo'q, baribir palata bo'lishga majbursiz. Qarang. O'zim kelyapti. Kut qichigan ba'zilar dizayner degani Xitoydan shapkasini. Mana shu videoyingizni men postimga qo'yib beraman, faqat shu videoni o'chirsangiz. Odam oldin yoqasini hidlash kerak. Tashlandi deyishingiz ham mumkin. Ruhda haligi ko'p erkaklar Bilmay, tek qo'ying. U ham birovni bolasi. Erga etmasligi kerak. yoki birga pastelga yotmay qoladi, fohisha qilgan ishni qilaman. Mana jamiyat nimaga buziladi? Nimaga yetim ko'payadi? Nimaga otasizlar ko'payadi? Xotinining xiyonatidan borib o'zini osib olgan. Pastelda fohisha sekingina xonaga olib kirib ketib, yotoqxonaga. Umraga borgan bo'ladi. Juma namozga chiqadi-da, mashinasida dang'ir-dung'ir bo'lib yotadi. Bizda isbot dalili bilan borda. Agar meni xotinim kontrol qiladigan bo'lsa, javobini beraman. Yaxshi xotin bo'lganda meni ketimni kovlamas. Aytaman, erkak bo'llaring deyman. Qanday bo'lsa erkak bo'lib. Erkakligini qilsin. O'zidan qo'rqqani uchun mana shu narsa bilan. Eskizda boshqacha fason, tikilganda boshqacha. Lekin haqoratni men ham qabul qilmayman. Kelgusi 0.2 bo'ladi. Qamoq jazosi ham kutib o'tiradim. Harqab tashlab yozgan. Milashka deb yurardim-da. Ko'chini 2 marta tiqib bergan ko'tiga $200,000 ber, to'xtataman deganimda tushib qo'ygan. Yo'q, biz yutdik. Kesmaymiz, qo'yamiz. Jinniliklar deganlarini qo'yib qo'yamiz. Keyin qahramon bu siz bo'lishingiz mumkin. Siz kosmetologmisiz, diyetologmisiz yoki boshqa bir soha egasimisiz, farqi yo'q. Bizning ko'rsatuvimizda ishingiz haqida gapirib, brendingizni reklama qiling va yangi auditoriyaga ega bo'ling. Biz sizni podkastimiz muhokamasiga chorlaymiz va tanitib beramiz. Murojaat uchun 50 kodi bilan 020 82 55 raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali ovozli xabar qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Barchaga assalomu alaykum deymiz. Bugungi ko'rsatuvni 999 deb nomlangan ko'rsatuvni ajoyib xonanda, boshlovchi, jurnalist, rejissyorlikni tugatgan, qobiliyatli, iste'dodli, ham aktrisa, ham raqqosa, xullas har tomonlama san'at sohasida o'zini yuqori qirralarini ko'rsatib, barchani qalbidan o'rin egallagan Nilufar Hamidovani taklif etamiz. Assalomu alaykum. Hormaylar. Kim o'zini maqtaydi? Kim o'zini maqtaydi? Hayron bo'lyaptim. Zarnil yoqdi shunchaqasi bormikan? Bu asosan sekret kamerachi, biznesmen ayol deydimikin desam. Mayli, hazil bilan, lekin bugungi bu ko'rsatuv soni juda ham ajoyib va juda ham qiziqarli bo'ladi. Ayniqsa qaynoq temani ichida yuribdi. Rashqchi insonlar. Erimni yo'qotib qo'ymayman. Ayolim unaqa deyishmaydi-ku, ko'pincha ayol aytadi, Rasululloh. To'g'risini ham ayting-da, to'g'risini ham ayting. Shantaj yo'q. Biznesmen, sekret kamerachi. Yo'q, O'zbekistonda nomer 1 ayollar o'rtasida birinchi kamera va ayollarni erini ushlash bo'yicha Zapal professionali. Zapal strategiya bilan kirib kelgan. Qog'ozga o'rab chiroyli zamonaviy so'zlar bilan o'zini anaqa qiladi. Biz erkaklar tomonidan o'ylab qaralganda shantajyor, zapalchi, papalchi, xullas Sizni fikringizcha? Yo'q. Meni fikrimcha umuman business lady ham go'zal, ham mard. Fikrini ochiq-oydin aytadigan qizimiz Zarnigor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va boshlovchilikda doim asabimizga tegadigan ayol erkak. Yo'q, biz odam, inson qadriyatini gaplashamiz. Ayol erkak emas. Lekin bular doim erkak nima farishtami? Farishta deb biladigan boshlovchimiz. Anjonlikda. Men erkak kishiman, esicha, между прочим. Erkaklarning pozitsiyasi bilan gaplashaman. Men zerikda montajda o'tirib asabiylashib orqa fondan mana ekranda oldidaman. Erkaklar pozitsiyasini himoya qilishga harakat qilaman. Munosabatda ham, muvozanatda ham, jamiyatda ham. Ikkita ayollar o'rtasida turibman. Yonini olaman va erkaklarga aytaman. Ayol bu ona, singil, opa, hurmat qilinglar, hurmat qilishni o'rganinglar va sevinglar. Sevsanglar, ayol ham sevadi sizlarni. Qarasa ikki qo'ldan chiqadi. Xo'p, aslida umuman mavzu boshqacha edi. Kamera masalasi bo'yicha juda ham menga qiziq. Juda ham men turmushga chiqqan insonman, turmush o'rtog'im bor. Hattoki 4 ta farzandim bo'lsa ham baribir rashq qilaman erimni. Ketini poylaydi, mana sizga klient. GPS'dan bering.
Anaqangizdan bering, qatga necha marta bordi, ishtonini necha marta yechdi, hisoblaydi. Datchilar. Yo'q, turmush o'rtog'im meni biladilar, qayerda yurishimni bilmayman, navigator, qanaqadir приложениyalar ustanavit qilganlar, lekin men ularni bilmayman qayerda yurishlarini. Qayerda siz bilmang, erkak kishi nima keragi bor bilmang, tek qo'ying, u ham birovni bolasi, u ham yashasin, tinch qo'ying, tek qo'ying. Ikkita ayol o'tirib oladi. O'yda qiziqaman ularni qattaliklarini. Masalan, Telegramdan yuboring deyman, bir xil payt vaqtlar bo'lsa yuboradilar, xo'p, bir xil payt olmaydilar, ko'tarmaydilar, men asabiylashishni boshlayman. Eng yomoni shu. Xotiniga har bir qadamini bir achchiq topshiradigan erkaklar. Erkaklarning holati shu. Nimagadir o'zim egosi kuchli bo'ladi, juda ko'pincha. Nima qilish kerak? Qanaqa sizda kameralar bor, nimalar bor? Bunaqa vaziyat hozir erkaklarni tergab turmasangiz, ikkinchi xotin qoladi. Salgina bo'sh qolib ketsa, bu yerga ayoli puli bo'lsa ham, bo'lmasa ham, erkaklar bo'lsa, yoqib qolsa bo'ldi, o'sha erkakni ovlaydi. Mana necha yil, 7 yil, 8 yildan buyon shu sohada bo'lsak, menga boshida chiqarasiz hech kimga qaramay. Boshida olmayman, qimmat ekan deydi, o'zi qimmat emas, lekin bu qimmat erini arzimagan pulga kimgadir ikkinchi xotin nima qilib topshirib qo'yadi. Zato o'zi ersiz qolib ketadi. Shuning uchun vaqtida erkak xiyonat qilyaptimi, ular sirazi bildiradi-da, lo'qda, haligi ko'p erkaklar bildirib qo'yishadi. Yo telefonni blokka qilib qo'yishadi yoki haligi uyga kelmay qo'yadi, har bir gaplashish bor. Ha, yoki birga postelga yotmay qoladi. Shunaqa qilg'ilari boshlanadi-da, keyin ayollar sirazi ayoli umli bo'ladi. Sirazi, demak, erim xiyonat qilyapti deydi-da, haligi qiladi, titkilashni boshlagandan keyin telefonidan chiqadi. Voy, sizlarning mantiqinglar qanaqa ishlaydi? Odammizlar, ha? U erkak ham odam, birovni bolasi u ham. Ha, nima qilsin? Qanaqa mantiq bo'yicha qarayapsizlar? Yo'q, bu uchun ayollar o'ta kuchli darajada psixolog bo'lish kerak va bilish kerak, tajribaga ega bo'lish kerak. Hamma ayollar ham bunaqa zirak badniyat bo'lmaslik kerak. Badniyat degani bilasizmi? Yomon niyat qilmaslik. Ayol kishi уже buni til kavlayaptimi, уже biladi, nimadir topishga harakat qiladi. Yaxshi narsani o'tkazib oladi, yomon narsani topib oladi. Xo'p, mana qarang, nimaga erkak unda ahamiyat bermayapti ayoliga? Postelda yotib turmayapti, deylik, hurmat. Mana живой anaqa. Mana siz ko'p sotasiz, shu biznes ichidasiz. Bizga ayting endi, jamiyatda qaysi xatolar ko'p bo'lyapti? Erkak ayol kim ko'proq xato qilyapti? Endi qars ikki qo'ldan chiqadi. Hamma oilani eri xotinni o'rtasidagi vaziyatni bilmaymiz. Ba'zi ayollar bo'ladi, erkaklarni slishkom darajada anaqa qiladi. Nima ramkaga solib qo'yadi. Misol uchun yursa ham, tursa ham, o'tirsa ham, qolibga haligi hamma narsani отчет berishga должен qoladi. To'g'ri qidirsa topolsa-da, uni bir pog'ona pastga tushirib qo'ysa, to'g'rimi? To'g'ri. Ikkinchi vaziyatda esa uchinchi shaxs aralashuvi bo'ladi. Erkaklarning xiyonati bo'yicha qaynona, qaynota ovsin, yana kim xotinini yomonlattiraveradi-da. Что eri xotinidan ko'ngli sovish kerak. Ana o'shanday vaziyatda bu yerga er o'sha uydagi janjaldan bezor bo'ladi-da, boshqasini topadi, что u ham nima deydi, kayf qilish uchun. Mana shu problemalarni unutish uchun. Keyingisi bu erkakda ham ayb bo'ladi. Ba'zi ayollar juda ham sodda bo'ladi, juda ishonuvchan bo'ladi. Sevgisini har doim oshkor qilganidan bu yerga er to'yadi u yerdan. U zerikadi, u ayoldan to'yadi. Demak, ayollarga hozir maslahatimiz biroz sevgisini yashirincha qilib erga aytmasligi kerak. Ko'pincha yashirib turish kerak. Menga ko'p ayollar, почти 90% klientim ayollar bo'lsa, telefon qiladi. Men deydi, fohisha qilgan ishni qilaman deydi. Men deydi, nima qilsa o'sha deydi, dalshi hammasini qilganman, lekin erim hammasiga yuradi. Nima qilaman? Endi nima qilishim kerak deydi-da. O'shanday vaziyatda что men aytaman, demak sizni xatoyingiz mana shu yerda ketgan. Siz o'zingizni fohishaga o'zgartirib qo'ygansiz. Ya'ni o'zingizni ayolligingizni baribir ko'chadagi ayollarda erkaklar nima deydi, slabiy отношения qiladi. Ular bilan
nima deydi, sevib emas, просто takka kayf uchun. Sizni sevish kerak, sizni hurmat qilish. Siz fohisha qilgan ishni qiladigan bo'lsangiz, уже bo'ldi, ko'ngli soviydi. U 1-2 minutga, 10-15 minutga bu narsanidan zavq olish mumkin, lekin ko'z ostida turadi. U nima qilganingiz, u qanaqa qilib haligi yotganingiz, u уже bo'ldi, keyin sizdan soviydi deyman. Lekin bitta bir tomoni bor, men shu gapni ham eshitganman. Ayol kishi eri uchun oshxonada oshpaz, pastelda fohisha, uni uyda uy bekasi, har bir holatlarda tuslanib, tovlanib erini zavqlantirish. Bizani o'zbek qadriyatlarimiz borda. Bu narsa u kim chiqargan, balki yevropeyskiy yigit oilalar bo'ladi, lekin bizani o'zbek qadriyatlarida o'zbekona oilalar ko'p. Ularga biz unaqangi pastelda fohisha bo'la olmaymiz. U shunaqa namozxon o'qiydigan bolalar bor, yo boshqa ular ham xohlaydi, lekin ayol shu ishni qilgandan keyin уже bo'ldi. Ko'ngli soviydi. U vaqtinchalik narsa. Shuning uchun men fohishadek bo'lishim kerak ekan. Men pastelda yo'q, unaqa noto'g'ri fikr u. Menimcha ayol o'zi bo'lish kerak. Da, o'zini bo'lish kerak. Aynan hurmatini, sevgisini erga o'sha holatda ko'rsatish kerak. Kimgadir o'xshash kerak. Da, keyin masalan o'ylaydi ko'p ayollar pastel bilan ushlab qolib. Yo'q, agar erkak sevmasa, любой joysiga bersangiz ham. Menimcha pastel bilan ushlash osonroq. Nima deysiz? Mana erkak. Erkak kishi bilan hozir shunaqa gaplashyapsizlarki, men как будто men bu jamiyatda yashamayapman. Yo'q, xo'p, ayting fikringizni. Mana siz erkaklarni nima ushab qoladi? Ayol qanaqa ushab qolishi mumkin? Nima qilsa ajrashmaysiz siz ayolingiz bilan? Nima qilsa ajrashasiz? Samimiyat, keyin meni boshqarishga harakat qilmasin. Men uni buyum emasman, bo'ldi shu. Yo, boshqa masalan jinsiy hayotda, pastelda. O'sha samimiyat hammasining ichiga kiradi. Masalan, ayol kishi tushunishi kerak, men nimani xohlayapman, men qanaqa xohlayman. Ko'rpani tagidami yoki ustidami yoki. Endi agar siz aytmasangiz ayolingizga, men shundan aytsam, umuman qiziqarli bo'lmaydi menga. Qo'l ochmaydi-yu, qatidan qo'l ochadi. Mana shu xatoda erkaklar boshqasidan talab qilib boshqa narsani so'rab oladi, lekin o'zini xotinidan so'rab o'tirmaydi. Xotini o'zi topish kerak, bilish kerak. Qachon biladi? Ayol kishi farosatli bo'lsa, erkak kishini biladi, tushunadi. Farosati bormi? Ozgina harakat qilsa, to'g'rimi? Masalan, nima deydi endi hozir o'pishish, ustiga sakrash, bu joyni kesib tashlayman baribir. Siz aytmoqchisiz shunaqasiz. Ba'zi erkaklarda noshukur bo'ladi. Voy, ana boshladi. To'g'ri. Yo'q, nimaga siz bir xil qaramaysiz, Nasibillo? Erkak ham yomon yaxshi tomoni bor. Ayol ham yaxshi yomoni bor. Qachon aytdim, faqat erkaklar yaxshi, ayollar yomon deb. Ikki tomonlama. Siz imkon qadar harakat qilasiz yerga urishga, yerga urishga emas, yerga urishga emas. Ko'proq narsani talab qilasiz. Baribir bitta pog'ona past yursin, erining ko'ngliga qarasin, tamom. Oila, jamiyat baxtli bo'ladi. Agar ayol kishini gapiga quloq soladigan bo'lsak, jamiyat buzilib ketadi. Bunga primerlar juda ko'p. Nimaga boshqa joylarda jamiyat ko'p buzilib ketyapti? Jamiyat deganingiz nima? Masalan, er-xotin ajrashish. Oila, masalan, erda o'rni, oilani o'rni, oilada masalan, dadani o'rni. Masalan, Rossiyada hamma o'zini joyini bilmaydi-da. Masalan, oila er-xotin o'rtasiga qaynona tushadi, qaynota tushadi, qaynaka ovsinga nima bor, qo'shniga nima bor. Ba'zi erlar qo'shnini, masalan, o'rtog'i bo'lsa, o'rtog boy xotining mana bunaqa ekan, xotining bunday ekan desa, xotinlar ham между прочим uyga borib bir dunyo gap o'rganib keladi. Mana yana xotinlarga ketadi. Bo'lmaydimi bu? Ikki tomonlama qarang. Bo'pti, mana bir tomonda aytdinglar. Bo'pti, erkaklarni aytyapsizlar. Ayollarda shu narsa ko'proq bo'lmaydimi? Xotinlar borib, uyga borib aql o'rganib kelyapti, uchinchi odam o'rgatyapti. Tushunasiz? Mana shuni aytayaptilar. Xo'p, o'sha uchinchi odam ko'proq gapni kim tashib yuradi? Ayol kishi tashib yuradi. Kimning tili bor? Ayol kishining tili bor. Erkak kishi nima qiladi? Kiyinadi, ketadi ishiga, bo'ldi, tamom. Mana shunaqa oilalarni bilaman, qaynota ham qaynonadan battar bo'lib ketyapti hozir. Qaynonadan. Lekin men ko'rdim, men bilmayman-da. Bunaqa erkak emas. Keyin qahramon bu siz bo'lishingiz mumkin. Siz kosmetologmisiz, dietologmisiz yoki boshqa bir soha egasimisiz, farqi yo'q. Bizning ko'rsatuvimizda ishingiz haqida gapirib, brendingizni reklama qiling va yangi auditoriyaga ega bo'ling. Biz sizni podkastimiz muhokamasiga chorlaymiz va tanitib beramiz. Murojaat uchun 50 kodi bilan 020 82 55 raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali ovozli xabar qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz.
6 ta pomidor. Mashhur bo'lib ketdi. Da, qarang, siz Nasibullo, masalan, men o'zim shu sohada ishlab, ancha ayollar bilan fikrlashdim-da. Siz to'g'ri aytasiz, erkak kishi birinchi o'rinda turish kerak jamiyatda, lekin har xil situatsiyadagi oilalar bo'ladi. Ularga qanaqa yechim berish kerak? Masalan, mana Nilufar opa aytibdi, nima qilish kerak deyapti, savol beryapti. Bunaqa vaziyatda ko'pchilik ayollar даже o'zini aybdor qilib, ko'plar masalan etajerkalardan o'zini tashlab o'ldiryapti. Men aybdormanmi deb. Ya'ni kimdir o'zi suiqasd qilib jonini aniq qilyapti. Ya'ni kimdir masalan xiyonat qilsa erini o'ldirib tashlab. Bunday narsaga hech qachon o'zingizni ayblamaslik kerak. Boshqa birovni ham ayblama. Bu narsa hayotda bo'lish kerak bo'lsa, misol uchun xiyonat qilsa, boshqa xotinga ketib qolsa, yoki bo'lmasam ajraladigan bo'lsa, bu to'g'ri qabul qilinadi. Hayot davom etadi. Hayot faqat erkak bilan birga отношения qilish yoki bitta erkak bilan bir umr yashash degani emas. Agar hayotda kimdir sizni oilangizni buzdimi, bo'ldi qilmang, demak buzilishi kerak bo'lgan shu oila, sizda zato 4 muchalingiz sog', yaxshi yashayapsiz, hayotingizni boshqatdan boshqa inson bilan davom ettirsa bo'ladi. Jamiyat nimaga buziladi? Agar ayollarga o'zini fikrini, o'zini anaqasini qilib qo'ysa, bo'ldi, yomon gapiryaptimi? Tamom. Nima keragi bor erda? Yo'q. Yo, siz o'shani hayotida yashamasdan gapirmang. Yashayveramiz o'zimiz. Mana jamiyat nimaga buziladi? Nimaga yetim ko'payadi? Nimaga otasizlar ko'payadi? Nimaga yurib ketadigan buzuq ayollar ko'payadi? Qarang, siz qarashingiz shunchalik tor bo'lib ketyaptiki, biz keyindan olib kelsak, siz yana torayib qolyapsiz. Siz faqatgina hali chidash kerak deb yotibsizda. Chidash kerak emas, har bitta insonga umr berilgan. U bitta qaysidir bir erkak bilan 10 yil chidarsiz, 5 yil chidarsiz, unga do'ljanmassiz-ku uni. Haligisini o'lib ketyapti, ko'p kelinlar o'lib ketyapti. Ayollar tepadan xo'p, shu darajaga sabr qilib yetkazib olib bordingiz. U o'zini tashlavordi baland etajdan. Yana o'zini sinfdoshim bor, xotinini xiyonatidan borib o'zini osib olgan. Nimaga bularni gapirmayapsiz? Gapiramiz. Ana, o'zini tashlab olib, xotinlar qiyinchiligidan emas, jinniligidan, miyasi ishlamaganidan. Bu o'sha uchinchi shaxs xiyonatga sababchi bo'lganmi? Mana shu ichiga kiradi-da. Oilani buzilishiga. Baribir men har doim aytganman, xotinning o'rtasiga kim bo'lishidan qat'iy nazar haqqi yo'q aralashishga. Qaynona, qaynota, ota, ona yo'q, hech kim, farzand, hech kim aralashishga haqqi yo'q. Hattoki xotin bir-biri bilan urushyaptimi, farzand ham aralashishga haqqi yo'q. Va urushayotganda iloji bo'lsa, agar otani, xotinni ikkalasini aqli bo'lsa, sekingina xonaga olib kirib ketib, yotoqxonaga ana o'sha yerda urushsin. Ana o'sha yerda urushsin, u urush keyin sevgi muhabbatga aylanib ketishi ham hech gap emas. Urushmaslik kerak. Bolalar bor joyda urushmaslik kerak. Bor joyda, begonalar bor joyda va ko'pchilik begonalarning gapiga eshitib qabul qilish kerak emas. Endi agar anaqaga oladigan bo'lsangiz, siz sohangiz bo'yicha mana shunaqa sleshkalar. Sleshkalarni siz biznesi bilan shug'ullanar ekansiz. Shunaqami? Da. Diktafon-da. Diktafon. Sleshka desa nima deyapti? Hammasi bor, kamerami, plastik, hammasi bor. Hozir ham bor, nimadir yozib olyapti. Hamma sleshkani kutyapti-da, hozir ham nazorat qilish. Shunaqa mini kameralar. Ko'proq ayollar so'raydimi, erkaklar so'raydimi? Ayollar. Ko'proq ayollar so'raydi. Ko'proq ayollar qiziqadi, eri qayerda yurishini. Lekin ancha oilalar ham yaxshi bo'lib ketdi-da. Misol uchun ko'pchilik erkaklar yuradi deb bilmaydi, xotinim deydi-da, lekin 5 mahal namoz o'qiydi u. Umraga borgan bo'ladi. Juma namozga chiqadi-da, mashinasida dang'ir-dong'ir bo'lib yotadi. Bu bizani diktafonlarimizda aynan shunaqangi narsalar faqatgina kadr yo'q-da, zvuk polni bor. Hoji aka. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'ling. Lekin har zamonda alhamdulillah, Xudoga shukr, Allohga shukr degan gaplarni gapirishdan oldin o'sha hoji akalar sal zinoni ham haliga qilish kerak-da. Balkim zino emas, balkim nikohda bor. Bu narsani nikohsiz qilgani bizda isbot dalili bilan bor-da. U xotinlar menga aloqaga chiqa. Eng yomoni hozir masalan men hozir 2-chi, 3-chi xotin qilaman desam, xotinim bexabar bo'ladi. Bunga meni haqqim bor. Bu meni anaqa emas. Вообще haqqingiz yo'q. Nimaga haqqingiz bor ekan? Bu sizning shaxsiy ishingiz, biz aralashmaymiz. Biz o'zimizning klientlarimizdagi anaqalarni
fikr mulohazalarni yoritaylik. Ikkinchi tomonni ham gapirib qo'yapman, qistirib ketyapman-da. O'zi aslida O'zbekiston qonunchiligida faqat bitta oilaga ruxsat berilgan va shu ayol bilan bir umr baxtli bo'lish kerak qo'ldan kelgancha. Qonunchilikda shpionchilik ham mumkin emas menimcha. Shpionchilikka kirmaydi bu. Shpionchilikka kiradi. Xavfsizlikka kiradi. Keyin qarang, shaxs yomonlikka oldini olishga kiradi. Yo'q, men sotuvchiman. Shpionlikda xotinlar qiladi. Bu meni ishim. O'shani aytayapman-da. Shpionlik ham mumkin emas. Shaxs qadr-qimmatini kamsitishga kiradi. Yaxshi niyatda erim yomon yo'lga kirib qolmasin. Yaxshi niyatda qanaqa yaxshiligini. Qarang, bunday olaylik, zino qilib, uyga kelsa, farzandlarni ostida shunaqa qilib kelsa sizga yoqadimi? Zinoga har tomonlama qarshiman. Men zino qilishim, o'qishim demayapman. Bitta fikr to'g'ri keldi ikkalamiz. Xo'p, zinoga qarshiman, yomon yurishga qarshiman, ikkinchi, uchinchi oilaga ham qarshiman. Xotin kishi erini kontrol qilishiga vaqti qarshiman. Buni qanaqa qabul qilasizlar, qanaqa qabul qilmaysizlar? Kontrolga men qabul qila olmayman. Agar meni xotinim kontrol qiladigan bo'lsa, javobini beraman. Chunki siz toza yurasiz-da. Endi qanaqa yurishim bu meni ishim. Yo'q, agar siz agar meni kontrol agar men sevadi, shuning uchun kontrol qiladi. Sevsa uyimda o'tirib bolamga qarab sevsin, tamom, men ham sevaman uni. Gap yo'q, xotini qilaman, hamma yo'q qilaman, tamom. Lekin meni boshqarishga urinmasin, bo'ldi. Tamom. Sizlarni pozitsiyanglar bilmayman. Hozir ham eringiz qani, lokatsiyasi bordir, prosushka ham bor. Erimga ishonaman. Qanday ishonasiz? Erim menday chiroyli, aqlli, murosali, individualniy ayolda hayoti davomida boshqa ko'rmagan ham ko'rmaydi. Nima uchun men lekin o'ziga ishongan ayol hech qachon shunaqa mikrofonlarni joylashtirib qo'yib yurmasa kerak-ku deb o'ylayman. Mana shu fikringiz to'g'ri. Lekin shubha bo'lsa qilaman. Demak, o'sha erkak shubha yaratmagan. Siz biznesingizni rivojlantirishni harakat qilmang. Biz jamiyat uchun gaplashamiz. Biznesingiz bilaman, klientlaringiz bor. Shundoq ham ketur. Siz ochiq oydin to'g'risini ayting. To'g'ri, lekin masalan qarzdorlar bor, haqdorlar bor, shantajyorlar bor. Unaqalar uchun zo'r. Gapir, ko'pchilikka yordam tegayapti. Anaqada uy olishim uchun boshlang'ich to'lovga 20 ming 30 ming dollar berdim. Berayotganda shu ochki, kamera, diktafon, baloybatlar qildim. Uy yo'q. 1 yildan keyin. Meni uyim sotib o'rgan kimgadir. Shu videolaringizni asqotdimmi keyin? Advokatga berdim. Bir haftada pulimni qaytarib oldim. Zato advokatga 1000 dollar pulim ketdi. Jamiyatga nima kerak? Jamiyatga shunaqa bizneslar. Yana bitta, mana masalan, meni ko'rganlar bo'lsa, hech qachon отказ qilmayman. Men просто klientlarimni sir tutaman. O'zbekistondagi eng lider boshliqlar bor-ku. Любой sohada, biznes sohasida bo'ladimi, organdami, meni klientim. Hammasi mendan narsa oladi, lekin men ularni sir tutaman. Chunki ular o'zini himoya qilish uchun hamisha uchun. Keyin mana nechta millioner boyvachchilar meni mijozim. Ular meni levi akkauntda kuzatishadi. Men o'zim misol uchun dastavka qilib berganman ko'pchiliklarga. Instagramda aktivsiz. Da, keyin qarang. O'shalar aytgan menga 300 ming dollarlik, 400 ming dollarlik shartnomalarimizni mana shu diktafonni saqlab qoldi degan. Mana bu imonni bunga men plus qo'shilaman. Bu qizimiz o'ta o'zini sohasini, ishini yaxshi biladigan, kasbini sevadigan va biznesda necha yildan beri aynan kamera bo'yicha bir 7 yil bo'ldi. 7 yildan beri ishlagan qizimiz. Bunaqa qizlarimiz ko'p bo'lsa, yurtimiz ham hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, yana ham rivojlanish ko'proq bo'larmidi deb o'ylayman va xavfsizlik kuchayardi. Mana kichkina bolalar ham mana. Xo'p, qolgan hammasiga qo'shilaman. Faqat ayollar uchun, erini, ketini kavlaydigan ayollar uchun ayting, shu kerakmi o'zi? Kerak? Oila buzilib ketadi-yu. Zato erkak ehtiyot bo'lib yuradi, xotinni bilib qolmasin deb. Xo'p, mana meni kuzatdi, bilib qoldi. Ha, xo'p, bir marta anaqa qildi, ikki marta, uchinchisida pashol dedim. Yo'q, kim yutadi shundan? Ya to'xtang, bu qizdan so'rayman. Kim yutadi shundan?
Siz yutqazasiz. Yutqazasiz 100%. Chunki ikki-uchta bolangizdan ayrilasiz, yaxshi xotiningizdan ayrilasiz. Yaxshi xotin bo'lganda meni ketimni kovlamasdi. Mana hozirgi xotinim eshiting. Ana hozirgi xotinim Xudoga shukr meni ketimni kavlamaydi. Telefon qilib qaytasiz deb so'ramaydi. Qachon kelasiz deb so'ramaydi. Lekin meni ishim atrofimda to'la ayollar boshqa show biznes buni biladi. Lekin o'sha hop yurmayman-da. Ketimni kavlamayapti. Yurmayapman, lekin oilamga yaxshi qarayman. Agar bir marta nalibaga borib yo agar kavlasa, 3 marta, 4 marta. Ba'ziga xotinlar bor. Agar mana shunaqa er bo'lsa, agar nalibaga borsa bo'ldi, u xotin kerak emas, o'zini xotini demak. Demak, o'zini xotini nima? Bo'pti, o'sha xotin mana bolamiz bor, ikkita bolamiz bor. O'sha xotin meni kavladi. Men 1-2 marta aytdim. Meni ishim shu. Jon xotin tegma menga. Jon xotin tegma. Tegmaydi. Lekin nalibaga. Yo, o'shani aytayman, bu qiz o'shanaqa xotinlarga maslahat bersin, jamiyat uchun. Bu yerda prinsipni ushlab olmang. Prinsip nima? Prinsip shu bolalar, shu er, shu oila, jamiyat-ku, shu to'g'rimi? Shu prinsipmi? Ortiqcha gumonga borib, yaxshi yurgan odammi, yaxshi yurgan erkakni ham, ana ishxonasining oldida ham qani video tashlab olingchi, qattasiz. Uzi xalaqtiq beradi, uzi mishat qiladi, uzi ijod qila olmaydi. Mana bitasi. Masalanda ishga kelyapmiz, telefon qilib qattasiz video tashlab, u meni oldimda hijolat bo'ladi. Hozir aytolmayman hozir. Shunaqa xotinlarga nima degan bo'larsiz? Unaqa xotinlar bunday deymi? Ularni erlariga aytaman, erkak bo'llaring deyman. Bo'ldi, to'g'ri. Qanday bo'lsa erkak bo'lib haydavorsinmi? Bo'ldi, meni ketimga. Erkakligini qilsin, bo'ti все. Xo'p, erkak masalan, erkak bo'lib pozitsiyada siz majburlayapsiz, o'zingiz fikringizni o'tkazasiz. Yo, bo'pti, majburlashmas, bo'pti. Xo'p, erkak bo'pti, mana shu savolga javob toping. Erkak bo'lish uchun nima qilish kerak? Uni erkakdan so'rash kerak. Erkak bo'lish uchun nima qilish kerak? Mana shogirdlarim bor, yonimda yuribdi, shogirdlarim bor. Xotini telefon qilib, bilyapman xotini telefon qilyapti, men oldimda gaplashishga ijolat bo'lyapti, lekin ishtaman hozir telefon qilaman. Bo'lyapti. U yaxshi yuribdi. Men aralashmayapman. Xo'p, erkak o'sha yerda nima qilsin? Masalan, sizlarning fikringlar bo'yicha. Telefon ko'tarmasin, bo'ldi. Mana shu gapni so'rayapman. Men nimaga ko'tarmaydi? Siz ishlaydim deydi. Bo'ldi. Keyingi safar yana keladi. 3-safar telefon ko'tarmayapti-da, sizdan kamera olib, prostoshkani tiqadi. Mayli, qo'yaversin, ish qada ayollar bilan atmashinga bo'lmagandan keyin indamay o'tiradi. O'zingizga tozamisiz? Agar oshing halol bo'lsa, ko'chada yeying. Uni minus tomoni qo'rqqani uchun mana shu gatsa qiladi. Shu gatsa emas. U masalan meni shogirdim, u yangi o'g'il bolami, uylangan kuyov bolami, o'zi men uni ishga olmayman. Chunki fikr hayoli telefonda oilaviy muammosi bor, oilang bilan murosa qilib keyin ishlaysan, bo'lmasa men kerak emasman deyman. Shunaqa qilib jamiyatda ana o'sha o'rnini yo'qotadi. Bu to'g'rimi yo noto'g'rimi? Bo'lishi mumkinmi? Ayollarni ishga olishmaydi, u ayollar diskansa eridan ayollarni ishga olish masalasi emas bu yerda. Eri telefon qilib ayollardan so'raydi, masalan. Bo'ldi. Men erkaklik pozitsiyamni hozir mana shu men o'zim bilaman. Bolalarni qarab turish uchun, kontrolga olish uchun qayerga boryapti, nima qilyapti, kichkina bolalar uchun nimalar bor sizda? Misol uchun agar u bola bog'chaga boradigan bo'lsa, 5 yosh, 4 yosh oralig'ida bo'lsa, unga kamera qo'yib bo'lmaydi. Chunki kamerani o'zi tashvishlari bo'ladi, qizitadi badanni. Katta odamlarga, ularga bironta igrushkasiga misol uchun qo'ysa bo'ladi yoki qiz bola bo'lsa zakovkasiga qo'ysa bo'ladi. Badaniga yomon ta'sir qilmaydimi masalan? Yo'q, ularga ta'sir qilmaydi, faqat kamera yomon ta'sir qilishi mumkin. Yosh bola. Qani aqlli zotlar borki, uni qilib bo'lmaydi. Kattalik qiladi-yu, 2-3 yoshli bolaga. Bog'chadagi bolalarga demoqchiman. Bog'chadagi bolalarni kontrolga olib, bolam qanaqa deb turib, ko'pchilik ota-onalar diktafon qo'yishgan, kichkinagina mini diktafon qo'yishgan, rosa urgan o'shani. Gapirolmay qolgan. Ali har doim 3 yoshdan keyin bola gapiradi-ku, gapirolmay qolgan. Logopetka berib, zo'r qali qo'rqadi bola. Lekin isboti bilan qo'yib berishgan keyin. Da, lekin sudda hech kim hech narsa chora ko'rishmagan. Nima sabab? Bilmayman, haligi. Ma'muriy qilgan, ma'muriy ham bir 3 million, 2 millionmi to'lagan. Lekin bolani urgan, so'kkan, baqirgan, u narsa endi bu viloyatda bo'lganda, Toshkentda emas, viloyatda bo'lgan. Keyin boshqa bog'chaga berdim deydi. Endi bilmayman hozir yaxshimi, yomonmi, shu yuryapti deydi. Men shunaqa kamerachalar, kichkina kamerachalarni ham bog'cha bolalariga ham o'rnatib qo'yib, ota-onalar bemalol qo'yni xotirjam holatda bolalarini ko'rishi mumkin va
tarbiyalovchi qanchalik qarayapti mehrmi? Hozir har bitta bog'chalarni onlayn kamerasi bor. Endi viloyatlarda yo'q-da u. Viloyatlarda yo'q. Viloyatlarda yo'q. Shaharlarda Lekin mana endi ota-onalarga ham maslahat, endi tili chiqyapti 2 yoshdan, уже 3 yoshdan so'kmaslik kerak, qo'rqitmaslik kerak. Tili chiqmay qoladi. Bolani erkin qo'yish kerak. Masalan, meni bolam bilgan ishini qiladi, baqirmayman, to'kadimi, nima qiladimi, ilojim yo'q chidayman, chunki u tili chiqyapti-da hali. Agar uni qo'rqitib baqiradigan bo'lsam, уже haligi kamroq gapiradi. Bekorga aytishmaydi, uyda kim shoh, kim xo'jayin desa kichkina bolani ko'rsatishadi. Shuning uchun kim qirol, kim kattakon desa kichkina bolani. Haqiqatan ham bolani erkin o'sishiga, bolaligini his qilishga qo'yib berish kerak. To'g'ri. Har kun shuning uchun uyimizda mana bunaqa bo'ladi. Hamma narsa to'kilgan. Uyga qancha har kuni yig'ishtiring, baribir uy, turmushda ish tugamaydi hech qachon. Ora-orada baribir qanaqadir bir erkinlik qo'yish kerak. Ba'zida bo'lmaydi mashaga. Mana meni ham qizim barmog'imdan bitta ushada ketdi sudrab yuradi meni kichkina. Yaxshi-da, qiz bola otasini yaxshi ko'radi, sevadi. Masalan, meni erim yaxshi gapirsa, dadasini urmaydi, meni uradi. Men yaxshi gapirmadim, dadang menga yaxshi gapiryapti. Dadangni ur desam, hayotda urmaydi. Yo'q, haqiqatan ham qizlar, menda 3 ta qiz, bitta o'g'il, uchala qizim ham otasini ko'proq yonini oladi. Otalari haqmi, yo'qmi, turmush o'rtog'im adasini yonini oladi. O'g'lim Manda. Demak, bitta o'g'il tug'ishim kerak ekan. Albatta. Iloyim. Bundan harakat qilaman endi Nasibullo. Da, endi Men aralashmayapman. Yo'q, sizga qiziq voydan beri Nasibullo o'rib turib haligi mavzuni boshlaylik deb. Yo'q. Bu to'g'ri bo'ldimi rostdan? Hatto temadaman. Bilaman. Lekin men endi ko'rdingizmi bu qiz tema qilib tashladi, istoriyalarni, mashhur san'atkormidi, dizaynermidi, kim edi ati? Kelin ko'ylak deb qo'ya qoling. Kelin ko'ylak. Kelin ko'ylak. Voy latta pitani mojarosi. Yo'q, men shundoq qiz, o'zlarini bizneslari bor. Zo'r, lekin stil bo'yicha ham, uslub bo'yicha ham, moda bo'yicha ham men sizni bilaman, men sizni kontentlaringizni kuzataman. Rahmat. Siz ham kimnidir kuzatasizmi? Albatta. O'zidan ortini. Yo'q, men faqat chiroyli qizlarni kuzataman. Zamonaviy, chiroyli va mard, ochiqchasiga gapiradigan niqobsiz qizlarni kuzataman. Hattoki men o'sha mojaro bo'lganda sizga kommentariy ham yozdim. Ko'pchilik tushunmaydi bu narsani. Hammani fikri har xil deb. Sizni qo'llab-quvvatlayman 100%. Siz fikringizda bitta notarafi bo'lganki, siz bu meni shaxsiy fikrim demagan. Endi shaxsiy blogimda qo'yganim uchun shaxsiy fikrim deyishga ham hojat bo'lmaganda. Siz hammani nomidan. Lekin bitta narsa tushundim. Demak, ko'p kishi bu yerda like bosgan, umuman ziyod bo'lib ketgan like. Demak, ko'pchilik ayollar ma'qullasa o'sha videoni like bosadi. To'g'ri. Demak, ularga shart emas u lishniy gap. O'zligisini. Nima sabab bu holat keldi? Qanaqa mana birdaniga o'sha ko'ylakni ko'rganda nima bo'ldi? Qanaqasiga bu video paydo bo'ldi? O'zi o'sha aktrisaning to'yini kuzatdim istoriyasida. Keyin kelin ko'ylagini ko'rib qoldim. Bitta emas, 2 tam 3 xil libos kiygan ekan. Endi meni ko'pchilik kommentlarda naski tikishni ham bilmaysan degan bo'lsa, tugma tikishni ham bilmaysan. Kechirib qo'yasizlar. Men dizaynerlik sohasi tikuvchilik deb qo'ya qoling. Bizda vaqtimizda dizayner degan gap yo'q edi, yaqinda chiqdi. 2010-yilda men Mashhurada o'quv markazi bo'lardi, eslasangiz. Mashhurada. O'sha vaqtda hamma ayollar, qizlar o'sha sentrda o'qishar. Hamma yo'nalish tikuvchilik bormi, kelin libos bormi, kosmetologlik daji o'sha vaqtda bor edi. O'shanda hamma sohasida men insta o'qigan vaqtimda, bo'sh vaqtimda borib o'qirdim o'sha yerda. Hamma tikuvchilik bo'ladimi, bisirlik bo'ladimi. 2010-yilda men ruchная работа koronalar tikib sotganman. Demak, bu sohadan xabaringiz yaxshigina bor. Keyin tikuvchiligida o'qiganman. Keyin bu anaqani kelin ko'ylagini ko'rdimda, nimaga bunaqangi sayoz ishlandi bu deb hayron qoldim. Juda ham ko'p hamma kuyovni qaragan bo'lsa, işte menga kelin ko'ylak, chunki men baribir qachonlardir bu dizaynerlikni anaqasini ochishim mumkin. Может, kompaniya ocharman, qandaydir ishlab chiqarish ocharman, lekin hozir emas. Lekin qiziqish bo'lganligi uchun buni qarasam, toshlari dashi
qora toshga aylanib qolgan, kumush tosh. Xuddi masalan, nima deydi, marvarid toshlardan foydalansa zo'r kolleksiya chiqishi mumkin edi. Keyin gullarni ruchnoy qilingan, u gulni menimcha qotirib qilgan nima bilan, lekin u o'xshamagan. Juda ham oddiy. Uni, naverno, qizlar zaksga borganda kelin-kuyovda o'qib qo'yadi, zaks tushadi. Oq bazm deydimi, nima deydi? Shunaqada ham kiysa bo'ladi. Hammani fikri har xil, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Masalan, asosan kelinga yoqqan bo'lsa, xo'p mayli. To'g'ri qabul qilamiz, Sizga Feruzaga yoqqan narsa sizga yoqmasligi mumkin. Yo'q, u gap qarang, bitta narsa. Men boshqalarni mana kommentlarda faqat shu haqida bo'ldi. Men kelinga yoqdi, bo'ldi-da, yo'q. Kelinga yoqishi haqida men umuman nima deydi, xayolimni ko'chasiga men ishni qanchalik darajada toza qilinganligiga ahamiyat berdim. Menga o'sha kiyimni tikyaptimi, to'g'ri texnikada tikilganmi, to'g'ri mato tanlanganmi, umuman o'shanga javob beradimi? Aynan taniqli inson kiyyapti, unga loyiqmi, figuraga qolib ketishganmi? Keyingi etabi bu detallaridan noto'g'ri foydalangan. Kiyimni detal dizayner. Eskizda boshqacha fason, tikilganda boshqacha narsa paydo bo'lgan. Ular material bilan ishlamagan. Men boshida shu videoni ko'rganimda voy nima qilar bilan gapirib, hammani o'zini fikri, hammani o'zini dunyoqarashi, uslubi, kimga nima yoqadi, kimdir kalta kiyadi, kimdir uzun, kimdir gulli kiyadi, kimdir bachkanalini yaxshi ko'radi, kimdir minimalizmni o'shani yaxshi ko'radi. Dudi lekin hammani fikri har xil deb yozdim, lekin keyingi ikkinchi videoni qo'yganingizdan keyin men to'liq sizni oqladim. 100% oqladim, chunki ikkinchi videoda o'qigan SMS-larimni ko'rib, bu noto'g'ri. Inson tanqidni ham to'g'ri qabul qilish kerak, haqoratni emas. Siz haqorat qilmagansiz, siz yo'lni tanqid qilib o'zingizni fikringizni bildirgansiz. Masalan, ko'pincha menga ham juda ko'p haqoratlar, tanqidlar qabul qilinadi, aytiladi, lekin normal holatda qabul qilish kerak. Lekin haqoratni men ham qabul qilmayman. Kerak bo'lsa 0.2 qilib yuboraman. Keyingi qahramon bu siz bo'lishingiz mumkin. Siz kosmetologmisiz, diyetologmisiz yoki boshqa bir soha egasimisiz, farqi yo'q. Bizning ko'rsatuvimizda ishingiz haqida gapirib, brendingizni reklama qiling va yangi auditoriyaga ega bo'ling. Biz sizni podkastimiz muhokamasiga chorlaymiz va tanitib beramiz. Murojaat uchun 50 kodi bilan 020 82 55 raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali ovozli xabar qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Yaxshi qilarkansiz, vaqtingiz bor. Qildim. Yo'q, men vaqtim yo'q. Bir marta qildim, lekin u ham hozir 1 oycha bo'lyapti. Hali sudga yetib bormadi. Ancha ketidan yuguraman shekilli, tezroq bo'lsin, tezlashtiringlar deb. Qattiq yashashasiz bo'ladi-da endi. Bo'ladi, o'zi bilan bo'ladi. Baribir haqorat qilgan odam o'zini javobini beradi, lekin hech kimga haqqi yo'q. Fohisha, jalab deb murojaat qilishga. Men shu narsani senzurani shunday olib tashadi, gapiryapti. Nima dedingiz hozir? Fohisha, jalab. Buni hamma gapiryapti. Bitta men emas, senzura emas, bu yerda tit qilamiz, yo prosta. Sizga ham shunaqa keldi, anaqalari, direktdan skrinshotizm. Bunda ko'zim tushib qoldi, sirasi o'tkazib yubordim. Endi menda unaqa vaqt yo'q. Lekin tipi tushundim. Men u qizni ham taniyman, sizni ham taniyman. Men betarafman, lekin yaxshi ish bo'lmadi. Eng yomoni menga do'q bo'psa nima deydi, shuni qo'rqitish. U menga direktimga yozyapti, agar shu videoni o'chirmasang, seni videolaringni chiqaraman, yig'aman. Keyin u videolaring seni fohisha, buzuq ayol qilib ko'rsatadigan videolaringni, erkaklar bilan kelgan videolaringni menga tashlashyapti. 6 millionta odam. Shunaqa videolaringiz bormi sizda? Shunday taniyman-da bu qizni. Lekin shunaqa videolaringiz bormi? Masalan, unaqa o'zi aslida unaqa narsa allaqachon chiqib bo'lgan bo'lardi. 600 mingdan oshiq podpischigi bor odamni endi hozir sun'iy intellekt bor, juda oson. Sun'iy intellekt orqali chiqarish mumkin-ku. Chegara bor, yo cheklov bor sun'iy intellektda. Bilinadi-ku. Bilinadi. Bilinadi. Uni yaxshi sun'iy intellekt qilib chiqarilsa, kiberxavfsizlik bor. Ular o'zi sразу o'zi aslida qonunchilik konstitutsiyada kimgadir seni shaxsiy videolaringni, shunaqangi videolaringni chiqaraman deb nima deydi, taqiq qilishi o'zi jinoyat.
Uni chiqarishi o'zi umuman qamoq jazosi ham kutib o'tiradi unaqalarga. Uni tarqatib, uni yomon ismi agar shu fohisha bo'lgan taqdirda ham-da. To'g'ri. Endi bunaqa videolar menda yo'q, lekin shunaqa video men u qizdan kutmagandim bunaqangi atvet keladi deb. To'g'risi. Necha marta o'zi atvet anaqa bo'ldi? Yana darsni davom etyapsizlarmi? Yo'q, уже men chorniga qilgan. Men chorniga qo'ydi, lekin boshqa profilidan yozdi, yana bir bor qarg'ab tashlab yozgan, lekin ungacha bo'lgan gaplar boshqacha. Masalan, u men uni Milashka deb yurardim-da, o'zim ham kuzatardim. Podpiska bosmagan bo'lsam ham, lekin maqtanchoqligi yoqmaydi. Слишком maqtanchoq. Bizani bilasizmi, xalqimizni почти bir 70-80%ni oddiy oilalar tashkil qiladi. Ular misol uchun chet ellarda yurishga ba'zilarni qurbi yetmaydi, qimmat restoranlarga kirib ovqatlanishga yetmaydi, chiroyli uylarda yashashni orzu qilishadi ko'pchilik. Bizani esa ko'tiqchigan ba'zilar olib chiqaveradi-da, nima deydi? Yo'q, uni qilmaslik kerak. Yo'q, men o'zim qachon olib chiqaman? Qachon shu produktimni reklama qilishim? Dubayga, Xitoyga borganim, Xitoyda men ish yuzasidan boraman. To'g'rimi? Men olib chiqaman, lekin bitta narsa bor, biz tomoshabinlarga men yetkazib bermoqchiman, ko'rpangga qarab oyoq uzat. Bu haqiqatan ham ko'pchilikning fikrini buzib oldi. Va shu olib chiqish. Bitta gap, lekin Instagramda hayotga ishonmanglar, hammasi yolg'on bo'lishi mumkin. Yolg'on. Kreditga yoki reklamaga yo barterga, to'g'rimi? Yo'q, lekin qarang, bitta narsani bildim-man. Agar siz odamlarga, bizani endi xalqimiz ko'pchilik ayollar sodaroqda, odam ichiligini bilmaydi. Agar sizlarga kimdir chiroyli hayotini kadr ortida yaxshi gapirib, o'zini xarakterini ko'rsata olmaydi-ku, so'ka olmaydi, baqira olmaydi. Shunaqa qilayotgan bo'lsa, sizlar o'ylamanglar, ular yaxshi insondir. To'g'ri. Men masalan hech qachon unaqangi 200lamachi bo'lmaganman. Profilimda har doim shunaqa naqli bo'lganman, nima bo'lsa joyida qo'yganman. Unaqangi go'zal emotsiyalar bilan nimadirli kadrlar qila olmayman. Yomon ko'raman, unaqangi borini shunaqa qo'yib qo'yaman. Вот shunaqa odamlarga misol uchun maqtanadigan odamlarning obro'yi bor ekan. Mani mashinam bo'lsa, men uni maqtanib qo'ysam, meni hurmat qiladi. Men zo'r qimmat uyda turaman, lekin o'shani men maqtanishga o'zim uyalaman. Что, nima qilaman shuni gapirib, meni kuzatuvchilarim ko'nglini olib qo'yishi mumkin. Yoki biron bir zo'r restoranda kerak bo'lsa, biz har kun restoranda ovqatlanamiz. Lekin men shu narsani ko'rsatmayman. Sababi uyida qotgan non yeb o'tirgan odamlar bor. Lekin shu narsani ko'ngliga tegib ketishi mumkin. Bering menga ayollar bor misol uchun. Kambag'al oilalar kuzatadi. Endi hozirgi kunda Instagramga kirish kambag'al ham boy ham kirib yotibdi-ku. Maskada bo'lmaydi demoqchisiz. Men shunday ko'p uchrataman maskadagi odamlar. Yo, shunaqa odamlarni hurmat qilishar ekan. U aytibdi, sen kimsan, u kim? U juda ham nima dedi bittasi kommentlarda, dunyo tanigan dizayner dedi. Kechirasizlar, O'zbekistonda почти yarmdan ko'p tanimaydi uni. Shuning uchun dunyo tanishi uchun hali menimcha juda qiyin, ancha. Keyin dizayner degani Xitoydan shapkasini, oyoq kiyimini yoki sumkasini yoki bijuteriyalarni olib kelish kerak emas, pakaz qilayotganda. 100% o'zi yaratgan bo'lish kerak uni. Lekin bugungi kunda ham aytaman, men tikuvchilik borasida, dizayner, stilistlar borasida bizda hali no'noqroq. Bizda unaqa wow, super tikuvchi, super dizayner, super stilist yo'q. Bizda oqsab turibdi bu masala. Tikuvchilar bor. O'zi aslida tikuvchilar dizayner deb o'ziga nom berib olgan. Ular tikuvchi boshqa, dizayner boshqa. Bizda aralash bo'lib ketgan. Lekin mana agar bitta narsani tiktirib zo'r qilib olib chiqaman desangiz, unga yillab vaqt ketadi. Bitta libosni yaratguncha, bitta libosni o'tini o'ylaydi, mehnat deydi, u deydi, bu deydi, hali rivojlanmagan. Va o'zim super dizayner bor bizda hozircha deb o'ylamayman. Hali biz ishlashimiz kerak buni ustidan, mehnat qilishimiz kerak. Bu yomonlashmas, haqorat emas, bu prosta o'zimiz ustimizdan ishlashimiz kerak degan ma'noda aytmoqman. Ular menga shunaqa qo'rqitadigan video SMSlar jo'natdi, boshqa qildi, qarg'adi ham.
Men aytdim, menga qarang, sizga men tanqid qilyapman. Nima uchun siz tanqidni ko'tara olmasdan menga groza qilyapsiz-da, meni как shaxsiyatimdagi shaxsiy videolarni chiqaraman deb qo'rqityapsiz. Birinchidan unaqa video yo'q, agar bo'lsa ham, misol uchun, пожалуйста, chiqaravergan qo'lingdan kelgan qil. Lekin sani hamma fohisha ayol deb bilyapti, haligi nima deydi, yana yomon buzuq ayol qilib ko'rsatishdan qo'rqyapman deyishdan oldin odam oldin yoqasini hidlash kerak-da. Men oldin kim bo'lganman? Men haqimda oldin qanaqa mish-mishlar bo'lgan? Men kim bilan yurganman? Kim bilan yurganim uchun что qanaqa nomim chiqib ketgan? Erga tekkungacha men kim edim degan savol o'ziga berish kerak-da odam. Birov haqida xulosa chiqarishdan mening oilaliman, farzandim bor, qiz bola yonimda o'stiryapman. Qaynona qaynotali odamman. Bunaqa populyarniy meni ham ko'pchilik taniydi. Buni to'g'ri podpисчиклari tanimasdir, что meni taniydigan o'zim auditoriyam bor. Что nima haqqi bor unaqa qilib meni pastga urishligi mumkin. Даже bitta videomni tashlayapti-da. Men shu videoyingizni men postimga qo'yib beraman, faqat shu videoni o'chirsangiz. Mayli, gap, men dangal ketyapman. Kechirasiz, men prosmotr uchun yoki reklama uchun pulga sotiladigan qiz emasman. Reklama qilaman desam, ana dunyoda nomer 1 turadigan blogerlarga reklama sotib olishga qurbim yetadi. Что lekin men o'zim profilim, men o'zim reklama qilsam ham rekka chiqib ketaveradi u. Shart menda nima narsa asabimni buzdi, sen meni gapirib axlat oshiryapsan. Men kechirasiz. Siz o'zingiz axlatingiz. Axlatim meniki normalniy. Просто так men biznes akkauntman. Haligi maqtanchoq bloger bo'lganimda, balki sendan ham ko'ra ko'pchilik tanirdi. Men maqtanmaganim uchun просто так shu biznes akkauntda hech qaysi biznes akkauntda menchalik darajada axbati yo'q. Meni yo'nalishim biznes akkaunt. Haligi lifestyle emas meni hayotim. Shunaqa. Shuning uchun menga sizlarning axbatinglar kerak emas. Meni shu narsaga ham axbatim juda ham zo'r. Agar tanimayotgan bo'lsanglar, tanib qo'yinglar, podpiska bosinglar, kuzatib yursanglar kim ekanligimni bilasizlar. Lekin men Instagramga yoqdim, ko'pincha Instagram anaqa bo'lib ketdi-da. Bir bilan urushgan, g'iybatxona, sotxona, podkastimiz ham shunaqa bo'lyapti. Mana g'iybatda ham 25 minutdan beri. G'iybatda emas, bular o'zlari qanaqa vaziyat bo'lganlarini aytib Men aytmoqchimanki, haqorat bilan tanqidni o'rtasida bilmay qolishdi bizda odamlar. Bular tanqid bilan chiqyaptilar, bularga haqorat bilan javob berilyapti. Mana shu bu noto'g'ri, tanqidni to'g'ri qabul qilish kerak birinchidan va men tushunardim agarda ular sizga xuddi shunaqa holatda tanqid bilan yondashib javob qaytarganlar. Yo'q, bu bunaqa. Mana bu dizayn, bizda material unaqa bu darajadagi bunaqa materialni topa olmadik. Shuning uchun mana shu materialdan tikkanimiz uchun toshlari bu original, bu kopiyadan bo'lgani uchun shunaqa ko'rinyapti. Arzon tikib berdim desin yoki. Haligi nima deydi, barterga ishlaganim uchun arzonchi materiallardan tikdim, shu chuqnik bo'lib qoldi. Bilsangiz, o'zi arzon kiyim bilan qimmat kiyim materialda sirasi farq qiladi-ku. Shunaqa ham deb o'yladim. Hamma o'z kelin tanlagandir, yaxshi niyat ham qilinglar. Yo'q, kelinni xohish shunaqa bo'lgandir. Va hayron qoldim, nima jim bo'lib qoldingizmi? Ya boyadan beri sizlarga tashab qo'ydim. Kitta ikkita xotin gaplashib o'tiribsizlar. Jim bo'lib qoldim. Podozreniyada turibman deb bular qattan eshitish gap eshitish. Bo'ldimi, yopildimi? Shoshmang. Kelin deyapsiz-ku. Kelin даже bitta video qilib chiqqani yo'q. Menga shu ko'ylak yoqdi. Men sevdim shu ko'ylakni. Yoqmadi deb qildimi? Yoqmadi ham degani yo'q degani. Demak, o'zini o'zi yo'li shu bo'ldi. Hali demak ham yoqmagan bo'lsa. Yo'q, mayli, yoqsa, yoqmasa, mayli kelinga yoqdi deylik. Zo'r, kelinga yoqdi. Bu kelinni didi, kelinni uslubi, kelinni stili. Bular просто aytganlar vkuslarini aytganlar. Masalan, men xullas kelinni ham taniyman, u dizaynerni ham taniyman, sizni ham taniyman. Hammani taniyman. Uchingizni ham hurmat qilaman. Siz ham. Qarang, to'xtayman. Men neytralman. Chunki bu yerda fikr bildirishga xullas xotinlarning latta bittasi
o'zlari. Aytmoqchiman-da, mana ko'pchilik blogerlarni bilsangiz, men bir restoran zo'r boringlar, zo'r joy deydi. Borganman, musobxona bo'lganda, ovqatini yeb bo'lmaydi. Bir xil aytadi, "Men tikuvchiga boringlar, zo'r tikuvchi necha marta tiqib bergan ko'tiga kiyimlarni." O'shaning uchun reklamani orqasiga ishonib, boyagi kuninglarni, nima deydi, pulinglarni havoga uchirmanglar degan ma'noda aytmoqman. Ular lekin tikmaydilar, ular dizaynerlar. Tikuvchilar boshqa. Siz masalan aytamiz hozir o'zini showroomida tikkanmi shuni? Da. Bosh qo'sh bo'lganmi? Eskiz chizganmi? Demak shu hamma shuni ushlaydi. Da, shuni tikuvchi deb men tikmadim deya olmaydi-da, chunki pul olayotganda o'zi oladi-ku. Bosh qo'sh o'zlari bo'lib turadi. Bo'pti, shu temani yopaylik. Nima o'zingiz boshladingiz, shuni gapiraylik deb turdingiz, u buyog'iga jim bo'lib qoldilar. Chunki men shuni bilaman, что siz Firuzani ham, Shahzodani ham, Zarnigorni ham bir xil hurmat qilasiz. Men hammani hurmat qilaman, laptopga aralashmayman, hammani o'zining yo'nalishi. Biz hurmat qilamiz ijodiylarni, Shahzodani ham, Zarnigorni ham, Firuzani ham. Hurmat qilamiz, ijodiylarni ham hurmat qilamiz. Prosta bu yerda kelishmovchilik bo'ldi, tanqid bilan haqoratni tushunishinglar kerak. Men birinchi videoda siz tanqid qilgansiz, men sizga aytdim, meni fikrim bo'yicha siz meni fikrim deyishingiz kerak edi. Siz shu yerda xato etgansiz, noto'g'ri etgansiz. Bu hamki meni fikrim bu. Buni siz qabul qilasizmi, yo'qmi? Bu sizning ishingiz bo'ladi deb. Boshladi deyishingiz ham mumkin. Bu to'g'ri tanlov. Ha, yana bitta narsadaki ikkinchi videodan keyin men o'zim ochilib qoldi deb bunaqa qilish kerak emas, bu madaniyatsizlik ishi. Yana bittasi lichkasiga meni haqorat qilgan video rasmim anaqa ham SMS ham tashlagandi. Keyin shuni menga tashlayapti. Uni ham topdim men. U stilistika ayollarni kraska qiladigan stilistika, u bilan endi gaplashamiz. Mana xato, erkaklar ishlamaydi-da, internetda ayollarni g'idi-bidi-bidisiga yozib o'tiradi, kommentariy, balobatlar. Mana erkaklar qat'iy yo'qolmoqda. Chap qulog'im boyadan beri g'iybat deyishdan yo turib chiqib ketolmayman, podkast, muhokama 45 minut bo'ldi. Xo'p, erkaklar shunaqa yozadigan erkaklarga nima deysiz? O'tirib olib Instagramga kommentariyada mana ikkita ayol masalan gaplashyapti. Sen noto'g'ri kiyim tikding. Bu keyin o'zini javobini aytmoqchi. O'rtaga tiqilyapti erkaklar. Men erkakman, kommentariy yozmayman. Demak, haqiqiy erkak ayollarni narsasiga, gap so'zlarga ahamiyat bermaydi, yozmaydi. U yozganda demak erkak emas. Endi bilmayman, o'zini erkak sanadimi yo'qmi, erkak toifasiga kiradimi yo'qmi, lekin yozib o'tirsa erkak toifasidan chiqib ketadi. Xotinlarni latta pittasiga, negativga yoki yana bir nimalarga qiladigan bo'lsa. Sizga sohangiz bo'yicha negativ bo'lganmi? Masalan, shunaqa biznesingiz bo'yicha sotma, pul beraman degan, ber deganman, bir $200,000 ber, to'xtataman shu biznesni deganimda tushib qo'ygandi. Yo'q, shu darajada ham sotma, yoki balki o'zi shu biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgandir. Keyin qahramon bu siz bo'lishingiz mumkin. Siz kosmetologmisiz, diyetologmisiz yoki boshqa bir soha egasimisiz, farqi yo'q. Bizning ko'rsatuvimizda ishingiz haqida gapirib, brendingizni reklama qiling va yangi auditoriyaga ega bo'ling. Biz sizni podkastimiz muhokamasiga chorlaymiz va tanitib beramiz. Murojaat uchun 50 kodi bilan 020 82 55 raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali ovozli xabar qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Xotini ushlab olganda shuncha achigan. Achishganda. Ammo işte oilasi bilan ajralishib ketib, keyin aytgandir sizga. Yo'q, ajrashmagan. Qattan bilasiz? Xotinim menga alo deb turadi-ku, ajrashmayman, men ajrashaman buni. Ajrashsam mendan zo'riga ulab olar. Pot qidirsinda. Yo'q, qarang. Ishib olsin, yelkasiga chiqib olsin, aytganini qilsin. Lutchi moralni yozaman bu har kimga. Mana ayollarni asosiy maqsadi nimaga yerda ketini kavlaydi. Pot qidirsa, ushlab olsa, minib yursa, aytgan narsasini oldirsa. Yo'q, ayollar kamdan kam bunaqa ayollar. Siz shunaqa o'ylaysiz. Agar siz shunaqa o'ylaysiz. Unaqasi juda ko'p. Ketib qoladi ayol. O'zini hurmat qilgan ayol bir kun ham yashamaydi u bilan. Bo'ldi, rahmat, xayr dedi, men o'zimga boshqasini topaman. O'zini hurmat qilgan odam erini va boshqa anaqasiga qo'ymaydi. Masalan, sizga xiyonat qilsa kechirasizmi? Yo'q. Men ham kechirmayman. Kechirmayman. Nima uchun men sizga nima
haligi manmi, что nima pollatamanmi. Men artadida xohlagan vaqt foydalanadi, xohlamasa tashlab. Baribir pollata bo'lasiz bir kun. Baribir siz erkak kishining qo'lida qolasiz. Eshiting, gapim oxirigacha eshiting. Xo'p, birinchisini yo'q, baribir pollata bo'lishga majbursiz. Endi tashlab ketyapsizmi? Men pollata emasman, ketdingiz. Baribir bitta erkak kishini baribir uyingizda lampochka buzilsa erkak kishiga ish tushadimi? Pul bor. Pulingiz bo'lmasa-chi? Elektrik chaqirib. Xo'p, bu chiroyingiz, bu ko'tingiz, bu chiroq labingiz bir kun yo'q bo'ladi. Bir kun erkak kishiga latta bo'lishga majbur bo'lasiz. Bittasidan qochib, bitta undan yomoniga tutilasiz. Ya, u 3 ta yerga tekkandek gapiradi. Bitta yerga tegdim, bu nuqta qo'yaman, boshqa yerga tegmayman. Bo'ldi, eringiz xiyonat qildi. Xo'p, kechdingiz, siz latta emassiz. Bo'ldi, necha yil yasha olasiz yolg'iz? Bir umr yasha olaman. Yashab ko'rdingizmi-ki? 33 ga kirib erga tekkanman. 33 yil ersiz yashaganman, massa qilib bundan keyin ham yasha olaman. Siz ayolsiz. Deylik, misol uchun. Turmush o'rtog'ingiz xiyonat qildi sizga. Endi yana yashab ketaverasizmi? Ayb o'zimda deb o'ylashim mumkin. Demak, ayollarda ayb ekan. Ming ayoli o'ziga qarasa ham, ahamiyat bersa ham, eriga ahamiyat bersa ham, eri xiyonat qilsa, ayolda ayb. Bu mavzu shunaqa bir qo'ldan ham chiqadi. Qo'ldan chiqmaydi, qarsak deyilyapti. U qarsak emas, urush o'zingiz. Xo'p, o'sha qarsak ovozi bir qo'ldan ham chiqara olasiz. Xullas, bu mavzu bular bilan erkaklar endi kommentariya yozmaydi, ayollar bilaman. Yo'q, erkaklar yozsa, ayollar hozir band. Endi men bilgan erkak toifalar kommentariya yozishga vaqti yo'q. Birinchidan bunaqa video ko'rmaydi. Men nima qilib bu ayollarning ichida o'tiribman? Tanidib qo'ymasin, o'shaning uchun men bilaman. Erkaklar prinsipidan, erkaklar yo'nalishidan men turaman. Jamoat bo'lsin, odamlar menga qarab hayotini kechirmaydi. To'g'ri, men aytmayman, men lattaman demayman, hech qachon men ayolman. Вот и все, o'zimni qadrimni, qiymatimni biladigan, meni sevish kerak bo'lgan ayolman. Jamiyatda men aytaman, ayol o'zini qadr qiymatini bilish kerak, erkak o'zini qadr qiymatini bilish kerak. Ikkala tomondan deyapman. Erkak ham, ayol ham o'z o'rnini bilish kerak. Bo'ldi. Shu bilan ko'rsatdim Men chekib kelmasam bo'lmaydi, shu to'lib ketdim hozir. O'zim kelyapti, boshqa chidash iloji yo'q. Bunaqa qarang, bo'ldi, bu yoqda meni boshqa gapim qolmadi ekan, bo'pti, xayr, men o'zim mana shuni aytayman men. Sigaret chekib keladi, endi biz kechroq yakunlab qo'yamiz. To'g'risida. Bugungi mehmonimizning gap so'zlarini eshitib olaylik, Dalsha. Men sizni eshitdinglar. Men o'sha sabr eshik o'ng tomonda. Men chekib kelay, hozir qo'llarim shishib ketdi, tutab ketdi. Men bitta narsani aytmoqchiman, masalan, bu ayol o'z biznesini yo'lga qo'ygan, o'ziga ishonchi bor, samotsenkasi yuqori va qo'lidan ish keladi. Har bir umrda bitta umr beriladi. Har bir insonning bitta umri beriladi-da. O'sha umrni chiroyli yashash kerak. Men aytmayman sizni, siz ras samotsenkangiz yuqori bo'lsa, ras zamonaviy kiyinsangiz, ras o'zingizga ishonsangiz, ishingiz, karyerangiz yuqori bo'lsa, men zo'rman desangiz, bu degani siz borib eringiz ustidan yuqori turishingiz yoki ustidan hukmronlik qilishingiz yoki unga xiyonat qilish yoki uni poylashingiz emas bu. Bu umuman unaqa emas. O'ziga yarasha eringizni hurmat qilasiz, to'g'rimi? O'ziga yarasha eringizni yuqoriga ko'tarib qo'yasiz, to'g'rimi? Nasibalar shuni tushunmayapti. Обязательно ayol kishi hamma yo'q bo'lish kerak emas, qo'rqib yashash kerak emas eridan. Erini hurmat qilish kerak, yaxshi ko'rish kerak. O'zi hozirgi ayollar ko'pchiligi ishlamaydi-ku, yetishmovchilik paydo bo'ladi. Bu erkak psixologiyasini sindiradi. Ya'ni o'ziga bo'lgan davriya pasayadi erkaklarda. Shuning uchun ayollar ishlash kerak. Biznes qilish kerak. Oilaviy, men o'zim ham onlayn boshlaganman. Men yaqin o'rtada endi magazin ochdim. Shu vaqtgacha magazin bo'lmagan. 6 yildan beri onlayn uyda o'tirib topganman. To'g'ri. Kerak bo'lsa eri bilan maslahatlashish kerak. Har xil mavzularda gaplashish kerak. Bizning ko'pchilik ayollarimiz shunaqada bilimi yetishmaydi-da. Shuning uchun erkak zerikadi. Erkaklarga anaqa bitir gapiradigan, ma'lumot beradigan ayollar kerak-da. Faqatgina qo'shnini, erini yoki xotinini emas, foydali ma'lumot. Biznesida ham ma'lumot berish kerak. O'rtoqlari o'rtasida qanaqa kelishmovchiliklar bor, shuni qanday qilib yengish kerak yoki o'zini hayotida qanaqadir nimadir ish boshlamoqchida,
motivatsiyasi yo'q. Ishonch yo'q. O'shani ko'tarish kerak, sani qo'lingdan kela oladi, men bunaqa qilgin desa, boyagi er sizga ishonib boshlaydi. Chunki siz to'g'ri motivatsiya beryapsiz. Bir xil ayollar hali u erkakning hayotida bo'lmagan, xayolga ham kelmagan, amalga oshmaydigan motivatsiya beradida, uni ishontira olmaysiz. Siz ishontirishingiz kerak. Ana o'shanda u erkak o'sa bo'lmasa o'smaydi. Любой, masalan, Murod Nazarov orqamda ayolim turgan deydi. Hamma shohlar qirollar ham shunaqa degan. Amir Temurda ham eng sevimli xotini Bibixonim bo'lgan. U bilan jang oldi, maslahatlashgan. Nimaga bizning ayollarimizni o'zida ham ko'p gap bor-da ayollarda. Haligi umniroq bo'lish kerak. Ayol kishi shunchaki ayol o'z ustida ishlash kerak. Ayol o'zini sevish. Endi qarang, o'z ustida ishlash desak, boyagi ko'pchilik ayoli kosmetolog tegi yotib oladi. Yo'q, unaqa emas-da. Bilimini oshirish kerak. Madaniyat. Shunaqa. Ko'proq razgovorda gaplashayotganda kerakli fakt bilan gaplashish kerak. Va ko'pincha menimcha shunaqa deb o'ylayman, eri nimaga qiziqadi, qaysi mavzuga. Baribir ayollar, masalan, agar eri futbolga qiziqsa, futbolni ozgina o'rganib chiqinglar, futbol borasida eringlar bilan gaplashinglar. Agar masalan biznesni sevsa, unda biznes yo'li bilan gaplashinglar. To'g'ri ma'lumot berish kerak-da. Qiziqarli bo'lsin, uyga kelganda birga xuddi do'stona muloqotdan bo'lish kerak er-xotin o'rtasida. Hozir ko'pchilik ayollar keladi, erkaklar telefonda o'ynaydi, telefon bilan uxlaydi, shu bilan er-xotin gaplashmaydimi? Sizlar bilan gaplashish uchun tema bo'lish kerak-da. O'sha temada lider bo'lish kerak-da o'sha ayol. Shuni tushunmaydi. Hali bu ayollarni motivatsiya berish, ayollar er bilan yaxshi yashab ketishligi uchun ancha ko'p ma'lumot berish kerak. Men klientlarimga shuni yarim soat, 1 soatlab gaplashib o'tiraman-da. Ular olmasa ham men gapirib o'tiraman. Men bunaqa qilishingiz kerak, buni qiling deyman. Boyaga shuncha ko'p ayollar meni yaxshi ko'rib qolgan. To'g'ri maslahat yo'nalish bergan. Chunki meni maqsadim tovar sotish emas, bilim sotishda ularga. To'g'ri. Va to'g'ri motivatsiya berib, ularning hayotini yaxshi qilish. Oilalisiz, turmush o'rtog'ingiz bor, farzandlaringiz? Bitta. Qiz, o'g'il? Qiz. Necha yosh? 2 yosh. Qiyin emasmi? Qiyin. Ham biznes, ham turmush o'rtog'ining ko'nglini olish, ham qiyin, juda qiyin. Ha, Nasibulla. Xayrlashamiz-mi? Bo'ldi, xayrlashamiz. Qachondan beri o'qitdilar? O'zim xayrlashavering unda. Xo'p, axiyri ko'rsatuvimiz oxirida erkak kishi yuqori pog'onada bo'lish kerak, ayol kishi bir pog'ona pastda turish kerak. To'g'rimi, Nasibulla? Buni nimasi yomon tushunmayapman. Nimasi yomon buni? To'g'rimi dedim, men fikringizni qo'shilaman. Tushunashamizmi? Baribir bitta pastasi. Qarang. Qaysi sohada tenglashmoqchisizlar? Sizni qoningizda Amir Temurning qoni oqyapti-ku. Qaysi qonimizda Bibixonim qoni oqyapti-ku. Ular har doim bir-biri bilan maslahatlashib ish qilgan. Hech qachon Amir Temur 90 mana tarix o'qituvchisi. U tinimsiz urushda bo'lgan. Hech qachon erkak bilan ayol raqobatdosh bo'lmaslik kerak, ham fikr bo'lish kerak. O'shaning uchun tenglashishlar kerak emas erkak kishi bilan. Siz tenglashish deb qabul qilmang, uni ham fikr deb qabul qiling. O'shanda spokойно bo'ladi. Men spokойно bo'la olmayman, chunki mayli meni tarbiyam shunaqa, meni sizning hayotingizda ayollar umuman spiskada yo'q shekilli. Lug'atlarida yo'q. Ayol degan umuman so'z yo'q lug'atlarida. Azizlar, onam bor, qizlarim bor, jonimdan ortiq ko'raman, xotinim bor, ayollarim juda ko'p, Xudoga shukr. Lekin maslahatlashmaysiz hech qaysi sohada. Onam bilan maslahatlashaman. Uni ham necha kilo go'sht olib kelaylik deb maslahatlashishingiz mumkin. Lekin bugun montajda qaysi qo'shiqni qo'ysam ekan deb maslahatlashmaysiz-ku, to'g'rimi? Ana bo'ldimi? Maslahatlashmaslikka kiradi bu. Maslahatlash hamma narsada maslahatlash kerak. biz yutdik. Aytdilar. Suhbatni hech bo'lmaganda suhbatni o'zimizning pozitsiyamizda qoldik har doimgidek. Lekin kommentariyalarda sizlarning fikringizni ham qoldirib qolishingizni so'rab qolamiz, chunki bu bizga ham qiziq. Qachon o'qimayman. Biz bilan Nilufar Hamidova Zarnigoh sekret kamera sotadi. Biznes uchun olinglar. Gap yo'q, do'stona, anaqa uchun olinglar, lekin oila uchun ketini kalash uchun olmanglar. Lekin bu qizda hamma yo'q bor. Demak, xayrlashamiz. Zarnigoh nima edi? Profilingiz Zarnigoh official profili kirasizlar, yozasizlar. Ana, bunday narsa chiqarasizmi? Subscribe. Подписка bo'lib qoling. Jisk tiq qatadi, bunday tiq qatadi. O'zimizni kanalga chiqaramiz. Endi siznikiga bilmayman.
YouTube kanalingiz bor, savdo qilib joylaymiz, shunda qilishimiz mumkin. Demak, haylashamiz, duo qilmaymiz, endi duo bo'lmaydi, haylashamiz. Kim yutdi? Do'stlik. Birdamlik. Birdamlik, do'stlik va pozitsiyam baribir shu. Demak, kommentariyada fikringizni kutaman. Men hozir tezroq turmasam bo'lmaydi. Sizlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana efir orqali keyingi haftada ko'rishguncha. Zaniga xafa bo'lmadingizmi ish qilib bizdan? Xafa bo'ldim. Mendan xafa bo'lmadingiz. Yo'q, siz birinchi marta. Jinniylar qutashadimki, xafa bo'lmadingiz. Mana shu joyini kesmaymiz, qo'yamiz. Jinniylar deganlarini qo'yib qo'yamiz. Haqiqatdan kanal bilan. Keyin qahramon bu siz bo'lishingiz mumkin. Siz kosmetologmisiz, diyetologmisiz yoki boshqa bir soha egasimisiz, farqi yo'q. Bizning ko'rsatuvimizda ishingiz haqida gapirib, brendingizni reklama qiling va yangi auditoriyaga ega bo'ling. Biz sizni podkastimiz muhokamasiga chorlaymiz va tanitib beramiz. Murojaat uchun 50 kodi bilan 020 82 55 raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali ovozli xabar qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz.